Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Kafillik haqida ma'lumot bering debdilar. Kafillikki bu savolda aytayotgan ma'nolari, bir inson bir farzandiga qarab aytadiki, men shu farzandimga mana kafilman, shu ishni qaytib qilmaydi deydi. Keyin farzand shuni eshitib turib, shu ishni qilib qo'yadi. Shunda bu hukmi nima bo'ladi bu farzandda debdilar. Mana bu yerda o'zi kafillik ma'nosini shariatda kelgan kafillik ma'nosidan boshqacha tushunilyapti bu yerda. O'zbekcha kafillik ma'nosida savol so'rayapti ekanlar, demak. Chunki arab tilida kafillik degani mana bu fuqaholar istilohidagi kafillik degani bir inson bir insonga bir ishni qilishga kafil bo'lib beradi. Masalan, bir tijoratdami yoki boshqadami kafil bo'lib beradi. O'shani kafillik deyiladi aslida. Bu hozir boshqa masala. Yoki masalan bir inson bir bolani yoki bir qizni qaramog'iga olib, boqib, katta qilishligini ham kafillik deyiladi. Alloh taolo Qur'onda fakaffalaha Zakariya degandek Maryam onamizni Zakariya alayhisalom kafilligiga oldi degan. Ya'ni tarbiyalab katta qildi degan ma'noda kelgan. Bu o'sha Qur'on sunnatda fuqaholar istilohida kafillik deganda shu tarbiyasida olib katta qilishlik degan ma'no nazarda tutiladi. Bir bolaga kafil bo'ldi desa ham shu ma'no nazarda tutiladi. Bu kishi hozir bu kafillik deganda boshqacha ma'no nazarda tutyapti. Ya'ni bir inson boshqa insonga shu ishni qilmaydi deb kafil bo'lishligi. Birinchidan shu narsani o'zi noto'g'ri. Chunki kimni kelajagiga kafolat beradi? Hech kim o'zini kelajagiga kafolat bera olmaydi. Qanday birovning kelajagiga kafolat beriladi? Bu narsa bo'lishi mumkin emas narsa. Bu zomin bo'lish bo'lsa, ya'ni shunga men zominman, shunga men javob beraman desa, bunda moddiy ta'minotlar, moddiy zararlarni to'lashgagina javobgar bo'la oladi. Ya'ni masalan aytadiki, shu agar bolam meni palonday bir buzg'unchilikni qilib qo'ysa, men zominman, shunga kafilman deydi. Ya'ni bunda nimaga kafil bo'la oladi? Qo'ldan kelgani shuki, shu sindirib bir buzib bir narsaga talofat yetkazsa, bir buzg'unchilik qilsa, shuni men to'lab berishga, tuzatib berishga kafilman degan ma'no uni ortida yotadi. Natijada ota o'shani to'lab berishligi kerak bo'ladi. Lekin birovning gunohiga hech kim kafil bo'la olmaydi. Alloh taolo oyatda aytgandek, alla taziru vazratu vizra ukhra. Hech kim boshqa birovning yukini ko'tara olmaydi degan. Mumkin emas bo'lishi bunaqa narsani. To'g'ri, lekin endi farzandni bir tarbiyalash ma'nosida ota bir farzandiga bir dashnom bo'lsin, meni shu bir yuzimni yerga qaratmasin degan ma'noda aytishi mumkin bolasiga. Ya'ni mana men kafil bo'ldim senga, bilib qo'y. Sen endi meni yuzimni yerga qaratma degan ma'noda gapirishi mumkin. Lekin bu degani baribir endi u farzand gunoh qilmaydi, xato qilmaydi degani emas. Gunoh qilsa, xato qilsa Allohga tavba qiladi, istig'for aytadi. O'sha otasidan ham yoki onasidan ham kimdan bo'lsa ham o'shandan kechirim so'raydi. Inson o'lguniga qadar unga tavba eshigi ochiq. Hech kim uni berkitishga haqqi yo'q. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ayting meni bandalarimga degan. Bandalarim deb Alloh zikr qilgan. O'zlariga jabr qilgan insonlarga ayting, Allohning rahmatidan umidlaringni uzmanglar degan. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Alloh hamma gunohlarni kechiradi, ya'ni istig'for aytgan kishiga, kechirim so'ragan kishiga, tavba qilgan kishiga hammasini kechiradi. Endi Alloh kechiraman deb turgan paytda bir inson kelib, hech kimning haqqi yo'q, men seni hech qachon kechirmayman deyishlikka. Endi bu qiz yoki o'g'il debdilar, mana savolda shu otasi kafil bo'lganligiga qaramasdan shu ishni qilgan bo'lsa, hukmi qanaqa bo'ladi debdilar. Endi uni hukmi Alloh huzurida. Uni hukmi Alloh huzurida. Bu odam va'dasida turib bermagan, va'da bozligida zarracha shubha yo'q va otasiga ozor bergan inson ekanligida shubha yo'q. Alloh taolo aytdi, "Awfu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Ahdga vafo qilinglar, ahd so'raladi degan. Bu hozir ahdda turib bermagan deyiladi. Xususan otaga berilgan bu ahdlar otaga isyon qilishga kiradi bu. Lekin endi buni qanaqa bir hukmini so'rayaptilar. Men hozir savolda buni to'liq bir tushunmadim. Nima hukmi? Ya'ni u farzandni gunohkor bo'lishligi deydigan bo'lsalar, aniq gunohkor bo'ladi. Bunda zarracha shubha yo'q. Tavba qiladi, Allohga istig'for aytadi. Endi otasi nima qiladi desa, otasi ham ana shuning uchun bu farzandini kelajagiga gunohga yoki boshqasiga kafil bo'lmasligi kerak, faqat shunga bir shar'iy uslubda tarbiya berishlik kerak, Alloh alam.